Keçirinler vatandaşa sakıltıp koydum. Önümüzdeki hava uçuk, onun gibi keçirinler. Hava bek sıcak uçuktu. Hava bek sıcak, onun gibi keçirinler vatandaşlar. Bugünkü leksiyalarımızı başlayıyoruz. Leksiyada size gacırız. Bugünkü islağa 2024 yıl 7. ayının 20. günü vatandaş. Bugünkü vaziyet, leksiya, muhakeme. Hemisi muşunun içinde vatandaş. Bundan başlayıyoruz. Bugünkü vaziyetimiz ne? Devlet İşler Katibi Antony Blinken Kelerep de Cungo'nun Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen görüşüdü. Tayvan bu kızı Cenubu Deniz meselesideki ihtilaflarını aydınlaştırdı. Mavzulu haber 7. ayının 20. günü Amerika Avaz'dan Xitay Dil Programı ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Haberden avval sizlerge eskerttik. Tüne gülletin biz nemi dedik? Ümit Saddası TV dedi ki Cungo Amerika Koşmuş Ştatları Devlet İşler Katibi Antony Blinken'in Çiğrad'ın kirişini çekledi. Vize koyup vermeyimiz dediği dedik. Şundan vatandaş. Endilikte hazır Amerika Koşmuş Ştatları'nın Devlet İşler Katibi. Yani toluk atılışı Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden hükümetinin yukarı derecelik emeldarı Devlet İşler Katibi Antony Blinken. Hazırında Cungo'nun Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen Laos, Cungo'nun cenubudaki küçük bir devlet Laos'ta görüşüde ham oldu. Bunu kandak düşündürümüz vatandaş ahırdan layıl cuma. Haber mundak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi Devlet İşler Katibi Antony Blinken mundak görsetti. Kelerep'te Asya'da Laos'ta Cungo'nun Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen görüşümen. Adette Şarkı Cunubu Asya Devletler İttifakı'nın Laos adette Şarkı Cunubu Asya Devletleri İttifakı'nın yukarı derecelik emeldarlarını kütüp alıdığan bir pay idi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken yanımında görsetti. Men Minister Wang Yi bilen karellik söhbet ötküzüp durumuz. Men Minister Wang Yi, Cungo'nun Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen karellik söhbet ötküzüp durumuz. Bu sözün beni nime vatandaş? Cungo'nun vaziyeti ciddileşti diyen gepler. Cungo'nun vaziyeti ciddileşti diyen geptir. Hem bunu biz yani bir cümle sözü Türkeyli. O nime meslen 1998 yılı 6. ayının 26. günü Amerika Koşmuş Ştatları'nın şu vakitteki prezidenti Bill Clinton Beijing'i ziyaret kıldı, Jiang Zemin bilen görüştü. Jiang Zemin Beijing'de kaldı. Prezident Clinton, sabık Prezident Clinton 7. ayının 2. günü Şangay'a gidip geldi. Araptırama 7. ayının 1. günü Şangay, Hong Kong, Cungo'nun kolluğu kaytırıp verildi. Prezident Clinton 7. ayının 1. günü Şangay'a düşmedi. Mənisi nime vatandaşım? Müşerketinin simvolluk mənisi nime vatandaşım? Bırak 7. ayının 2. günü Şangay'a, Hong Kong'a gidip geldi Prezident Bill Clinton. Hong Kong'da nayte debdebelik acayip cenk var. Yani felsefi önümdarlığı ve iktidarı intayın yukarı notuk sözüldü. Acayip sözüldü vatandaş. Şu zili acayip sözlü. Şu notkada bir cümle gep var vatandaş. O neyme? Eğer Cungolukla yakı Cungo hükümeti tarihten doğru tarifede turuşlu halaydıgan bolsa biz Amerikalıkla yardım kılamayız dedi.
Şendiniz mi? Eğer Cungo hükümeti tarihinin doğru tarafında turumuz dese, biz Amerikalıkla yardım kılımız. Bugün endi qarab turing hazır. Bu yerda Cungoluklar bir nima degani yo'q. Lekin Jungoning tashqi ishlar ministri Laosga keladi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken Laosga bordi. İki davlat diplomatları yoki yuqori darajalik amaldorlar Laosda ko'rishdi. Bu yerda Wang Yi dediki, biz tarixning to'g'ri tarafi turimiz deganimi yo'q. Bundan söz muhatırğı çıkmadı. Lekin şu vaqtda Bill Clinton degan söz bilan bugun Wang Yi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken Laosda uchrashdi kelar hafta degan musha xabarga diqqat og'diring vatandoshim. Buning sababi nima? O'tgan yil 4-oyning 1-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining 2-darajalik davlat ishlar kotibi Kurt Campbell aloqa munosabatda bo'layli. Qiziq liniya o'rnatayli. Ponksiya o'rnatayli. Agar vaqt kelib Jungoda vaziyat jiddiylashib ketsa, biz mush masala bo'yicha yoki mush ishlar bo'yicha Jungo hukumati bilan so'zlashib turamiz degan edi. Hozir endi siz qaytib keling. Bu xabardagi hamma taraflarni qo'yib turib, bir tarafni elib qiling. Nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken biz endi Wang Yi bilan qarallik uchrashib turamiz dedi. Demak, qarallik degan gap belgilangan vaqt, bekitilgan vaqt ichida uchrashib turamiz dedi. Tunigan torbitin nima degan to'q? Hozir davlat ishlar kotibi Antony Blinkendan Beijing kirishiga viza bermaymiz dedi Jungo degan edi. Selishtirib ko'ring vatandoshlar. İştigan shunday qil, tartib shunday bo'ldi. Qarallik suhbat o'tkazib turamiz. Bu suhbat o'tkazib turish ikki davlatning g'arazlarini oydinlashtirib, kutmagan to'qinishlarning yuz berishini saqlab qoladi. O'tgan yil emas, bu yil 4-oyning o'tgan yil 2023-yil, o'tgan yil 4-oyning 1-kuni shundoq degan edi Kurt Campbell aloqa munosabatda bo'laydi. Bugun 2024-yili hozir mushu aloqa munosabat davri yetib keldimi? Chunki Jungoning vaziyati intayin nachar deydi. Hatto mushu Carolina shtati Aspen minbarida nutq so'zlaganda Antony Blinken nima debdi? Bir jumla qaranglar. Mana Antony Blinken davlat ishlar kotibi Aspen minbarida shundoq dedi. Jungo o'zining vaziyatidan bearam bo'layotdi. 2023-yil 4-oyning 1-kuni Kurt Campbell Aqsaray Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha sobiq amaldor. Shundoq dedimi? Endi hozir davlat ishlar kotibi Antony Blinken da'vat ediki, Aspen minbarida Jungo o'zining vaziyatidan bearam bo'layotdi. Vatandosh. Biz ixtiloflar bo'yicha nayt ochiq aloqada bo'lamiz. Shunglashqa hech bo'lmaganda Jungo bizning maydonimizni tushunishi kerak. Biz ularning, ya'ni Jungoning maydonini tushunganga o'xshash. Biz Jungo bilan Amerika maydonimizni tunishtirib bo'ldik, tushunib bo'ldik. Xuddi biz Jungoning maydonini tushungandek, masalan, Jungoliklar deganidek, masalan, vatanning birligi deganidek, masalan, Tibetlar Jungoning ayrılmaz bir qismi deganidek, Uyg'uriston Jungoning ayrılmaz bir qismi deganidek, bu Jungoning bu deganlarini biz tushunib turibmiz. Lekin shuningga yarasha Jungo ham bizning maydonimizni tushunishi kerak. Ochiq aytmagan bo'lsam, biz dedik, Alyaska suhbatida Uyg'uriston, Tayvan, Tibet Jungoning ichki ishi emas. Bizning bu maydonimizni Jungo hukumati tushunishi kerak. Chunki xuddi Jungoliklar deganni biz tushunganda. Shunami vatandosh? Xuddi Jungoning maydonini biz tushunganga o'xshash.
Biz Janubi Jungo meselesini şundaq qıldık. Tayvan meselesi üstüde hem şundaq. Biz eşinde mesulatlar meselesi de mu hem şundaq qılımız. Amerika Qo'shma Shtatları 7 ayının 19 günü Amerika dаңlıq Devlet bexatarligi ve tashqi siyosat yig'ini Aspen bexatarlik munbirida doklad anglag'uvchilari, nutq anglag'uvchilari Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken shunday ko'rsatdi. Endilikda kelaylik. Beijingni hassilab embargo qilish derhal boshlanadi. Mavzulu xabar 7 ayının 20 günü Erkin Asya'nın Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandı. Bu qandaq embargo? Masalan, Aqsaray Prezident Joe Biden'ning davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bugun mushu so'zni, ya'ni o'xshashli Aspen munbirida so'zlagan gap. Bu munbarga ham davlat shakati Antony Blinken qatnashgan gap. Bu minbarga ham Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan qatnashib nutq so'zlagan gap vatandoshim. Bu xabar Erkin Asya'nın Xitoy til programmasi e'lon qilindi 7 ayının 20 günü. Xabar mandaq materiallarga Rossiyaning Ukrainaga tajovuzlik urushi qo'llagan Jungo shirkatlariga yangi embargo yurgizamiz. Ko'rdingizmi? Buran embargo yurgizdik. Shurg'iniga endi yana embargo yurgizamiz. Bu embargo ne? Jungo bankaları bu embargodan Jungo'nun bankaları mı kaçıp tutulmaydı? Jungo'nun bankaları Rusya için hizmet kıldı ve koyaki perevod almashtırış için. Perevod bazarını rivojlandırış için. Yaki Rusya'ya perevod toplap beriş için. Dollar toplap beriş, yığıp beriş için Jungo bankaları işlegen bosa bakatım. Jack Sullivan ko'rsatdi ki biz embargo qilamiz. Hatta bankalarni embargo qilamiz. İşte hem de qayerga yetib keldi deb biroz qilasiz vatandosh. Embargo qilamiz, bankalarni qochib qutulmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Joe Biden'ning davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Aspen munbir nutq so'zlagan yana mundaq ko'rsatdi. Biz Jungo Rossiyani qo'llashni to'xtatish kerak deb hisoblaymiz. Çünkü Jungo'nun Rossiyani qo'llash hareketi milliy davlatlarda bo'lishga tegishli yüz xatir qilish harakatlari doirasidan allaqachon olqib chiqib ketdi. Bizden kelgisi bir necha hafta vaziyatning doimiylik taraqqiyotini kuzatishimizga agishib texmi ko'p embargo qilish siyosatlari va tadbirlarining o'ttirig'i chiqqanligini ko'rib olasizlar. Demak, oldimizga bir necha haftada agar embargoga munosabatlik, agar tadbirga munosabatlik ishlar bo'ladigan bo'lsa, bu tadbir, bu embargo hammasi Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishini qo'llagan Jungo shirkatlariga qaralgan, qatorga qaratilgan bu. Yani Jungo'ning iqtisodiy ahvolini so'zlab kelyapmiz, anglayapsiz, o'zingiz ko'z vatandosh. Endi bunda embargo to'pilab kelganda endi Rossiyaning Ukrainani va Rossiyani Jungo'ning Rossiyani qo'llaganligi shunday bo'ldigan bo'lsa, bu Rossiya o'sha bu qaysi darajada besim bo'ladi? Endi uni faraz qilib olasiz. Demak, bu yerda yana gap NATO aytgandek, bu yil Italiyada ochilgan 7 davlat yig'ini aytgandek, Amerikaning, NATO'ning siyosati bugun Jungo Rossiya munosabatiga qaratildi. Bu munosabat bugünkidek qandaqdir Jungo'ning Rossiyaga har bir yerdan berishili emas. Balki buning ichida tarixiy masalalar bo'lishi mumkin, vatandosh. Tarixiy masalalar bo'lishi mumkin. Siyosat va tadbirlardan o'ttirg'i chiqishini ko'rishlar yaqinda deydi. Rossiya import qilayotgan zavod va stanoklarning 70% Jungo'dan keladi.
90% elektronlik mahsulotlar Jungodan keladi. Bu mahsulotlar Rossiya davlat mudofaa sanoatining asosini tashkil qiladi. Raketa ishlab chiqardi. Tanka ishlab chiqardi. Yana boshqa harbiy qurollarni ishlab chiqardi. Demak, bu yerda ism ataq Rossiya. Amaliyotda mush qurol yaroqlarni Rossiyaga berib, Rossiyaning qo'li orqali Ukraina xalqini qirg'in qilayotgan davlat Iroqdagi kommunist, Osiyodagi kommunist davlat Jungo Kompartiyasining davlati va hukumati bo'lib hisoblanadi. Vatandosh. Shundaqmi? Endi yana bir xabarni olib o'tayim. Buning o'zeli siz bizga so'zlab turadigan qisqa xabarlar ekranda. Xi Jinping nega ketdi? Jungo Kompartiyasi gumron bo'ldi. Asli gumron bo'ldi. Ish ana shu kishidan boshlanadi. Masalan, Xi Jinping nega ketdi? Jungo Kompartiyasi gumron bo'ldi. Ish dal mushu kishi Xi Jinpingdan boshlanadi. Asli mavzu Xi Jinping yana sirliq bir holda paydo bo'ldi. Demak, yo'qolib ketdi, kasal bo'ldi, sakta bo'ldi, yurak kesili, u bu degandan bir hafta deb bo'ldikmi? Endilikda hozir deydiki, Xi Jinping paydo bo'ldi deydi. Sobiq amaldorlar, Jungoning amaldorlari. Jungnanxay. Jungo Kompartiyasi mag'lub bo'lishning boshlanishi dal mana mush yerdan boshlanadi. Ya'ni Jungnanxaydan boshlanadi. Ya'ni Jungnanxaydagi Xi Jinpingdan boshlanadi. Hamma boshlanish dal mush yerdan boshlanadi. Umid sadosi TV 7-ayning 20-kuni YouTube. Endi biz orliqdamiz bir haftadan biri xabar, birisi rost, birisi yolg'on, birisi paket, birisi yana bir video film shunda yetib kelyapti. Tunigin so'zildi, sizlarga rost bilan yolg'onni o'zinglar oydinlashtirib elinglar dedik. Endi biz diqqatimizni bir hafta Xi Jinpingning kasal bo'ldi, karvatda hospitalda degandek hikoyalarni anglab bo'ldik, apandilar. Endi hozir Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishtirok kotibi Antony Blinkenning kelar hafta oldimizda hafta Laosda, Osiyoda, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining yig'inida ham ham Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi yetib bordi. Ham Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Laosga yetib bordi. Shu yerda ko'rishimiz. Biz boshda aytdik, nimada qarallik uchrashimiz. Demak, Jungoning vaziyati jiddiylashyapti desak, boshda debdi, oshkor dedi Aspin yig'inida davlat ishlar kotibi dedi, hozir Jungoning vaziyatidan Jungoliklar beoromlik his qilyapti. Mushundaq paytda Wang Yi ministrning Amerikaning davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan ko'rishmoqchi bo'layotganligi vaqtni uzartish. Masalan, alayli Janubiy dengiz vatandosh Tayvan u kona uzundan bir so'zlanib kelayotgan hikoya. Endi bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari sezgurlikni oshirdi. Diqqatni oshirdi. Jungoga ogohlantirish berishni oshirdi. Her ehtimolga qarshi har qanday nozik paytda Janubiy dengiz Tayvan bo'g'izi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat rahbarlari degandek ashunda diqqat qilib turdi. Biroq Jungoning bu rayonda qilayotgan ishi tira taraxtish yolg'on. Jungoning maydon uchun ham siyosat nuqtasida yolg'on, ham harbiy ishlar nuqtasida yolg'on. Faqat yetmoqchi bo'lgan bir maqsad Jungoning ichki vaziyatiga taqobil turish. Bu rayonlarda urush jiddiyligi paydo qilib, shu orqali Jungo xalqining ro'yi holatiga ta'sir ko'rsatib, Jungoning ichki vaziyatiga taqobil turish. Shundaqmi, mushundaq paytda Wang Yi Laosda davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan ko'rishsa, bu yerda rost bo'lib, hozir allaqachon bitilib bo'lgan, daftarga yozilib bo'lgan, masalan,
7 ayının 12 günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden imzo qo'ygan Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasining prezidentning imzo qo'yishi bilan rasmiy qonunga aylanganligi mushuning o'zili bir ras harakatsizmi ishini siz hamma odam ishini butun dunyo ishini chunki prezident imzo qo'ydi. Biz sizlarga 2 kundan beri qonunni tanishtirdik, qisman tanishtirdik, to'liq emas. Yani davamlı tanıştırımız vatandaş. Demek prezident imza çekti, hem de bu rast iş oldu. Hazır şunu düşünün ki Tibet meselesi ve Tibet meselesi doğrusu makullangan devlet meclisinin kanun layihası, yani Tibet meselesini hal kılışını ilgiri sürüş kanun layihası 6. ayının 12. günü. Bunun prezidentinin imza koyuşu 7. ayının 12. günü. Muşu mesele Cungo için yer tevrigedek mesele. Muşu mesele Cungo imparatoru Xi Jinping'nin beşine ağrıtıdığın, sekte kıladığın, kan besimi kıladığın, ağrıydığın, doktorxanada yetip kaladığın ve yana payda kıladığın ve vaziyet bir aramlığı içinde turduğun muşundak vaziyetle payda kılıvatkan mesele del Tibet meselesi. Resmi mesele. Ben dedim bu bunun kendi egeşmi bölek Uyguristan meselesi. Şunu siz bu ne? Tayvan meselesi, Cenubi Deniz meselesi onda düşünmem. Ben dedim bu başta o tiri tarakştış dedim o. Cungo'nun kılıvatkan tiri tarakştış. Amerika fakat sezgürlükünü aşırdı kalas. Sezgürlükünü aşırdı kalas. Güldürü o yağmur yok. Tayvan boğuzu, Cenubi Deniz bu caylarda Cungo hükümeti hiç kılanmaydı. Fakat güldürü o yağmur yok. Tiri tarakştış. Cungo'nun işki vaziyeti takabül turuşçılık götürüvatkan. Hazır Cungo'nun işki vaziyeti şu aldı toğandı tak Cungolukla. Bu Tibet meselesi kandak iş. Kanun lahiyenin kanunga aydın işi kandak iş. Bunun cereyanı ve kitişi, kelişi, kelgisi kandak iş. Bunu da hiç kim Cungo'da anlap yeterligini yok vatandaş. Çünkü biz sizge ettik, haber hazır kamal. Özliginin ihtiyar yalda chet eldeki matbuatladı mı bu haber hazır eleki denhua çöle ihtiyaç yaşına ama bunu acizletip bir taraf kılış. Bunu hazır Erkin Asya Radyosu'nun Xitay Til programımız bir parça makale ilan kıldı. Karısınız muş hareketlerin hemisi inkar kılıp gidek, inkar kılıp gidek. Düşündünüz mü? Nazıklık derdisi kayerde. O da oradaki saklap koydum, onu bir kere size yetkizişim mümkün. Muş der çünkü Tibet'in işi sezgörlük, üstüki sezgörlük, ciddilik, üstüki ciddilik yüz biri, muş biri hep dedim biri, Xi Jinping ağrıp kaldı, sekti bop kaldı, kan besim boldu degan haberlerinin tarqılışı, şuningla ki bu qaysi torbettin, qaysi bir video filmden yetip kelgen bile ameliyatı bu haberini işininki Cungo'nun taştığı ya Cungo'nun teşvikat tergibat ministerligi cemiyetke dünyaya koyuvetken gap. Bunun arkasındaki yuşurun garaz keçirsen her dünyası bizni bir kıtım keçirsen vakti sel kaynigi söylesen vakti sel kaynigi uzartsan çünkü Cungo'nun vaziyeti muşu halda biz bunun berdaşlık veremeyimiz. Cungo'da yani partlaş karakterlik bir iş buluşunun aldığını alsak kompartiyeni saklap kalsak hakimiyetimizi saklap kalsak fakatla bizden ahvalimiz ve iltimasımızı nezerge alsan Amerika başçılığındaki gayret dünyası küçüktürsen vakti kendini sorsa şunun iltimas kılışım bugün Cungo'nun Tashqi İşler Ministeri Wang Yi
Laos'a yetip gelip Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Antony Blinken bilan ko'rishdi vatandosh. Ben hazır sizge tasvirlab beremmedim. Tibet meselesinin nazırlığını sizge tasvirlab beremmedim. Bunu leksiyelerimizde asla toluqlaymayız vatandaş. Bu iş hazırki dünyada acayip iş. Bu acayip işin özü 2021 yıl Alyaska söhbetinden baştan 4 yıl etti. Vakt taştı, vakt yetip geldi vatandaş. Şuna biz Cumhuriyet'in meydanına düşengendek hem Cumhuriyet'in bizden Amerika Qo'shma Shtatlarining meydanına tushunish kerak dedi bugün Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar katibi Antony Blinken.